Nasirova. Dilfuzaxon Baybabayeva. O'zaro bellashamiz, demak, sizlar bilan o'zaro fikringizni bilib qolamiz. Demak, sizlarga birinchi beradigan savolim shunday: do'stlarga, sevgan insonlarga, qarindoshlarga nima sovg'a qilish mumkin? Birinchi savol: kutilmagan sovg'a yaxshimi yoki avvaldan so'rab olingan? Fikringiz nima deb o'ylaysiz? Meni fikrimcha, kutilmagan sovg'a juda ham ta'sirli chiqsa kerak, o'zini ta'sirini ko'rsatsa kerak. Avvaldan aytib qo'yib, nimani xohlaysan, nimani sovg'a qilishimizni xohlaysan deb so'rab olib borgan sovg'adan ko'ra, kutilmaganda hadya qilingan sovg'ani hadya oluvchiga ta'sirli deb o'ylayman. Xursand qilish darajasi ham deb o'ylayman. Demak, sizning fikringiz kutilmagan sovg'a insonning kayfiyatini anchagina ko'taradi. Ha, albatta. Sizning fikringiz, Afruza? Men Dilfuzaning fikrlariga qo'shilgan holda kutilmagan sovg'a menimcha boshqacha xursandchilik beradi deb o'ylayman, chunki kutmay turgan insoningizdan yoki umuman siz o'ylamagansiz, lekin xohlagan sovg'angiz bo'lib chiqishi mumkin. Bunaqa boshqacha xursandchilik baxsh etadi. Mening ham fikrim xuddi shu, kutilmagan tarzda berilgan sovg'a menimcha chiroyliroq hamda ta'sirliroq chiqadi. So'z isboti bilan agar bo'ladigan bo'lsa, kuni kecha siz ham tavallud oyamingizni nishonladingiz. Nima deb o'ylaysiz? Siz kutilmagan sovg'a oldingizmi? Turmush o'rtog'ingizdan albatta. Oldim, kutilmagan sovg'a. Sir bo'lmasa nima? O'rtog'im va farzandlarimdan oldim. Ular sovg'a bermayman, hozir meni imkoniyatim yo'q deb yurgandilar, lekin menga tilla sovg'a qildilar. Buni menga aytmagandilar, sir saqlagandilar, lekin farzandlarimni hammasini xabari bo'lgan. Aynan 12da gullar bilan olib kelib tabriklashdi. Haqiqatan aytib o'tganimdek juda ham boshqacha bo'ldim. Demak, siz buni bizdan ham sir tutgansiz. Shuning uchun hozir yorildingiz, to'g'rimi? Tilla bo'lgani uchun. Agar boshqa narsa bo'lganda sizda aynan kutilmaganda bo'ldi-da. Kutilmaganda bo'ldi. Chunki men sovg'a kutmayotgan edim. To'g'ri, aynan kutilmagan, lekin ayollar orzu qiladigan sovg'a, to'g'rimi? Demak, mavzuni eng qiziq joyda ozginagina tanaffus qilamiz. Aziz tinglovchilar, ba'zan hayotda erkinlik va yangi kayfiyat istaymiz. Hozir esa ana shunday ruh bag'ishlaydigan tarona yangraydi. Clan Carousel guruhidan Right